Bitta eshik, bitta rom qanchaga tushadi misol uchun? Endi 60 ming so'mdan 100 ming so'mgacha chiqarib beraveramiz. Ha, bir dona eshikni bitish holati 60 ming so'mdan boshlanadi. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Bugun biz qurilish qilayotgan akalarimiz uchun, ayniqsa remont qilayotgan akalarimiz uchun tiyaga, ya'ni lepka chiqaradigan sexdamiz. Bularning narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Tiyaga seximiz Farg'ona viloyati Buvayda tumanida. Mana Bunyodbek do'stimiz narxlari bilan tanishtirib chiqadi. Mana shu patimiz qancha? Buni razmeri qanaqa? Bu patimizni razmeri 1.50 ga, mana 1.50 ga 45 bo'ladi. Bularimizni narxi 75 ming so'mdan qilib beraveramiz. Bu tomonimizda bor, mana 1.80 ga 50 lik razmeri, eng katta razmeri. Buni 150 ming so'mdan chiqarib beraveramiz. Eng chiroyli varianti ham shu. Eng chiroyli uylar ichiga hozir ketilgan varianti shu. Fanolarimiz endi. Bu fanolarimizni 250 ming so'mdan chiqarib beraveramiz. 250 ming so'mdan chiqarib beraveramiz. Qidirayotgan ustakalarimiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaveradi, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Zastavkalarni ham xudo xolasa chiqarib beramiz. Toshkent bo'ladigan bo'lsa, 2,5 tonna atrofidagi yukni 500 ming so'mga yetkazib beramiz. O'rta hisobda 500 ming so'm qimmat tushmaydi bu. Misol uchun boshqa joydan olganda ancha arzon tushadi shu holatda ham. Mana ko'rishlaringiz mumkin, hamma turdagi qoliplarimiz bor. Aytilgan fasonda chiqarib berilaveradi. Aytilgan fasonda dizayn bo'yicha misol uchun tashlab bersa, o'sha shaklda chiqarib beraveramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Xohlagan shaklni chiqarib beraveramiz. Bitta eshik, bitta rom qanchaga tushadi misol uchun? Endi 60 ming so'mdan 100 ming so'mgacha chiqarib beraveramiz. Ha, bir dona eshikni bitish holati 60 ming so'mdan boshlanadi. Gullilari bo'lsa shu 100 mingga qadar ketadi. O'rtacha hisobda 70 ming so'mdan. O'rtacha hadovoy 70 ming 80 ming. O'shanda yonlari 12 lik, tepa karnizlari 15 bo'ladi. Pasti ham pedagoniga 15 bo'ladi. Sifatli gipslardan ishlatiladi. Xudo xolasa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana tashqarida ham bor, hozir terib qo'yilgan. Akalar qancha bo'lsa chiqarib berilaveradi, xudo xolasa. Kolonnalarimiz qanaqa narxi? Kolonnalarimiz 250 taligini 30 ming so'mdan chiqarib beraveramiz. 30 ming so'mdan. 30 ming so'mdan 300 taligini 35 ming so'mdan qilib beraveramiz. 300 talik 35 ming so'mdan. Qolgan razmerlari bo'lsa murojaat qilishaveradi, kelishaveramiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib yo'lida hamyonbop qilib beramiz. Mana bu tomonda ham 30 lik taroqlarimiz. Asosan bu ustun variantlar, ha? Bular ustun variantlar. Tepadagilar bular zamok deyiladi. Ikkitasi bitta desak ham bo'laveradi aka. Akalar buni daroshkaga qo'yiladi. Mana shu holatda qo'yadigan bo'lsak chiroyli bo'ladi. Pechenisi birgalikda chiqadi mana pechenilari bilan. Tagiga ham alohida yopishtirish shart emas. Ha, o'zi yopib ketadi bir yil. Yopib ketaveradi. Mana zakatobkalarimiz tayyor. Misol uchun qanaqa variantda bo'lsa murojaat qilishaveradi. Tezlar chiqarib beramiz. Imkon boricha 1-2 kunda tinchitib chiqarib beramiz. Agar ustolarimiz ko'palik kutib qolishmaydi. Kutib qolishmaydi. Qancha ob'yomda kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, bu videoni mana shu qurilish qilayotgan, ayniqsa remont qilayotgan akalarga, tanishlarga yuborib qo'yasizlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin.